Ha, kim bor? Sovchilikka keldik. Ha? Sovchilikka? Dadasi? Ha? Sovchi keldimi? Uf, yanami? Yes. Voy, o'rgili. Bilaman, sovchilikka kelgansizlar. Kiringlar. Dadasi? Bugunni o'zida 4-chi. Shuning uchun men senga darvozani qulflab qo'ydim. Блин, уже Z. Assalomu alaykum. Kepsizlar. Voy, qizimiz shunaqa aqlli. Shunaqa odobli, shunaqa tarbiyali, ayniqsa parasati zo'rda. Ukajon, ber, ko'ylaging kirib bo'pti, yuvib beraman. Opa o'zi xos kiydim-ku. Ber dedim senga. Yaxshi ekan, opa. O'zi nima ish qiladi qiziz? Medin stock edi. Voy, zo'ru, kontraktni bo'shatma. Kontrakt. Super. Ha, unda qiziz bitirib qolgandir-a? Birinchi kurs. Voy, qizlaringni budjetda o'qiydi deb eshitdik. Ha, endi teshik quloq eshitadi. Nimaga mana buni yuvmading? Opa bu sizni kosingiz-ku? Kerak bo'lsa yuvasan, tushundingmi? Tushundingmi, jipiroq yuv. Eshitdinglarmi? Bu hali yarmi. Mana shu ukasini qulog'ini cho'zirib, shalpang quloq qilib qo'ygan. Kuyovda onasi kim? Yopishtiradi shonuring. Qiz balani qaysar bo'lgani yaxshi-da. Muhimi kiradi-ku. Voy, qizimiz 18 yosh bo'lgan bilan qo'lidan hamma ish keladi. Voy, ovqatlarni aytmaysizmi? O kekslarni ham pishiradi. Ha, lag'mon ham iladi quloqqa. Cho'zadi. Bo'lmasa biz O'zidan so'ramoqchisiz. Qizim nima deysiz? bilmadim, sizlar nima deysizlar shu? Qizinglarni bir ko'rsak bo'ladimi? Bir cho'rab kelsin. Iloji yo'q. Choy damlashni bilmaydi. Uy ishlarida vashshi nol. O'zimiz o'rgatib olamiz, yo'q demanglar. Yammas shurakansizlarda lekin. Oshga tushgan pashshaday. Ana itgan tur desa ketadi. Tur! Ha, ko'ryapsizlarmi? Sizlar ketmayapsizlar.